Kun, hurmatli Engil Naukovich, Afg'onchilar, o'quvchilar, şu şarada qatnashuvchilar. Bugun bizga Afg'on sug'ushi tamomlanishiga 31 yil to'la. 31 yil to'lg'iga qaramasdan yillar o'tgan sayin Afg'onchilar kerak eralari yana xotiralar yong'ira biz endi ko'ngillarimiz bilan o'sha 15 fevral bilan Iskol kuni Afg'on yerlarida yurgan yerlarni esga tushirib ko'nglimiz bilan ro'p qaytamiz. O'lgan yigitlarimizni esga olib, ularning xotiralarini yangratamiz. Endi bu sug'ushlarni kelasi bugunga ko'rgazmasin, bo'lajak soldatlarimiz tinch yerlarda xizmat etib, tug'an yoqlarini aylanib qaytsinlar. Ağır bir topur sizni şu iskol kuni bilan, bayram bilan tabrik etam. Ham endi o'zimizning Afg'oncha yigitlar boshqaruvida 18 da degan jirni boshqarib o'tamiz. Bu jir Afg'on yerida boshqarib solgan yigitlarimizning ruhina duo bo'lib yashir deb qolamiz. Rahmat. İskender ağangalı, İskender etirge dağları. Yıllar ötüyor düzense de, İster on yolları. Afganistan sizde kolu tuzlar, men gelirge salıp başlarım. Orası girer gidemedik. 18'de kadir taşları.